Turkcha bo'rek nonushta uchun juda ham mazali va foydali. Qani ketdik. Bismillah deb boshlab olamiz. Brinza bilan sirni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Pomidorni mayda to'rtburchak qilib to'g'rab solamiz. Lavash xamirini kesib olamiz va videoda ko'rsatilgandek ichiga nachinka solib tugib olamiz. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Meni profilimda juda ko'p foydali kamxarj retseptlar bilan bo'lishib boraman. Skоворodkaga sariyog' ozgina salat yog'idan solib qizdirib olamiz. Bo'reklarni solib, ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Mazali, foydali turkcha bo'reklarimiz tayyor. Siz ham albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizni kun davomida yaxshi kayfiyat bilan yurishadi. Retsept yoqsa yurakchani bosib, ertaga nonushtaga nima tayyorlasam ekan degan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.